Assalamualaikum Süleyman, qandoq ahvolimiz? Vəlikum Allah'a şükür yaxşı. Bizning paranglashadigan temalarımizdan bizning temamiz qabul qilish to'g'risida. Bu temani siz tanladingiz. Shunga evet, başlayalım. Ben bunu Apple qilish, balkim Apple qilishni o'rganish bir yonida ashta o'ylab qoldim. Chunki Apple qilishni o'rganish kerak ekan va Apple qilish Apple so'rash yana birga bir xato qilib soldik, o'zimni xatoligimni qabul qilib, Apple so'rashni qarab so'rashni jiqlarimiz bilmaydiganmiz, jiqlarimiz qilishni bek qilolmaydi ekanmiz gapning qisqasi. Boshqa yo'llar bilan ifodalashga tirishganmiz. Ama uni haqiqiy anlamda direkt diyemeyiz ekanmiz. Hozir qilayotgan gaplarimizni ham biz aslida birinchi bo'lib o'zimizning yetayotgan yerlarini paranglash orqali hisobda o'zimizga bir dars bergandek, o'zimizga topshiriq berib ishlagandek bir narsa bo'layotdi. Birinchi bo'lib o'zimizga xitob qilamiz, undan keyin bizni anglovchilarga inshaalloh. İnşallah elbette hammasini boshda o'zimizga, undan boshqalarga mustaq sinib kirishini biz shu yo'lda yaxshilanish uchun qilayotgan ishlarning birisi inshaalloh shunga nisb bo'lay, Alloh nasib qilsin. Bu to'g'risida bek yilqinim qilib ketmadim, bek izlanishga tirishdim, ama izlangan sirm bir xil qaymoq bir xil bo'lib ketdim, yap bo'ldi. Hozir men o'zimni bilganim va hayotimda tatbiqlayotgan va ko'rganim bilan mangay boshda bo'lmasa bu xiyol dunyosiga va yoki gerçeklik hayotda yashayotgan hayotimizda buni tatbiqlayolmaydigan yoki bilib mangamaydigan narsalarga berib, hozirgi vaqtimizda paranglashimiz kerak ekan. Har vaqtning o'ziga qarata o'zininki, ya'ni har mancha yildan keyin farqli bir hayot bo'lsa, mancha yil burun farqli hayot shakllangan demak tutilgan vaqtlarning Apple qilishlari yoki o vaqtlarning boshqa narsalar boshqa shaklda bo'lsa, hozirgi Apple qilishlar va hozirgi insonimizningki ehtiyojlik bo'lgani boshqa ekan deb bu to'g'riliqda sal to'xtab hozirgi yashayotgan shaklimizni paranglashishni o'ylashdim va to'xtab qoldim va hadis bilganlarim to'g'risida biroz o'rtaq nuqtalar bilan paranglash qarori qilib to'xtab qoldim. Sizcha bu to'g'riliq izladingizmi? Sizning o'ylaganlaringiz qanaqaroq? Birinchi bo'lib men bu tim to'g'riliq bo'libmi balog'at mazgilida bek o'ylashgan. Shu vaqtlarda vakilqa insonlarni sening dardingdan mishta bo'ldi degan holatda ularni suçlu ko'rdik-ekanmiz. Shunlashqa shu vaqtda alhamdulillah hal qilib bo'lgandan keyin bu temada o'zimni puxta his qilman. Shunlashqa birinchi bo'lib bu temining muhimligi to'g'risida biroz to'xtalg'im bor. Ya'ni albatta inson bu bilan bu bek muhim, ammo buni payg'ambar alayhisalom muhim nuqtasini olgandi. Bizning sirtimizni taqaydigan yerimiz payg'ambar alayhisalom bo'lgandan keyin shu bir hadisni eslatgim keldi. Kim bir musulmon qarindosh bilan 3 kundan ortiq xaplashib qolsa, onunki duası qabul bo'lmaydi degan bir hadisimiz bor. Buni udullam Apple qilishqapmiz. Ya'ni hozirdan anglasangiz bir yillarcha urushib qolgan do'stlar bilan ko'rishmaydigan, turkchada bo'libmi xaplashib qolish, ko'stum degan gaplarsan bek to'la va buni bek normallashtiradi insonlar. Mening ko'nglim yerim qildi, unda bo'lsa men ko'stum va yoki aramizga masofa qo'ydim degandek. Buning to'g'ri emasligini payg'ambarimiz bizga degan. Shunlashqa albatta ba'zi insonlar buni bilganlik uchun Apple qilishga tirishaydi, ammo qanday qilishni bilmaydi. Apple ammo qanday? Shunlashqa mushuning ustida to'xtalaymikin deb o'yladim. Chunki hammalar Apple qilishni yaxshilikni bildi-yu, qanday qilishni bilmaydi va yoki qanday bir yo'l izlashni bilmaydi. Ya'ni o'ylab qolmasan, bir yil xaplashib qolgan birisi bilan bir hadisni anglab ishtiqlab, assalomu alaykum, bunda bir hadis bor ekan, men shunlashqa siz bilan salomlashib, andan keyin bunda ana deymiz. Barish, ya'ni siz bilan yarışib qolishga uchun telefon qildim deganmaydi, ya'ni bir yildir unda bo'lsa degan shaklda. Shunlashqa biz mushtimda qanday qaysi yo'lni izlash kerak to'g'risida paranglashaylik deb o'ylayman. Men bu to'g'rida boshda bunday narsalarni payqadim. Keyin adovat tuyg'usi va nafrat tuyg'usi kuchli kishilar, shuni bekroq his qilgan, shuni bekroq o'ziga tutib olgan kishilar bu Apple qilishda bek ojiz ekan. Ya'ni qilmayga shu adovatni uzun tutish bilan yoki ichkirlab o'playotganlikdan qayg'urib ketganlikdan balkim bu har qanday narsada. Men birga hozir buni da'vat qilish bilan esimga kelib qoldi. Hech bir xatolikni bu insonga bog'liq emasligi, ya'ni biz tövbe qilsak gunohimiz kechirdi. Yani günah bizning emas, ama biz gunohni ishlab soldik.
demek bolganım tushundingizmi? Uni buni bilib turib alg'magandan keyin, ya'ni gunoh uning emas, gunoh qilib saldi, tamam bundoq bo'ldi, qabul qildi. Ya'ni oddiy narsa bo'lsa, uni har ish qilib kechirim so'ragandan keyin bu qilib mengishning pek muhimligini o'ylayman. Men bu yerda bunda bir narsa farq etdim. Ya'ni agar u inson hiliqi xafa bo'lishib qilishining to'g'ri bo'lmaganligini mencha farq etmamdikin deyman. Ya'ni u mana o'ylashi mumkin. U mening ko'nglim yerim qildi. Hiliqi sınır qo'yish deymiz-ku. Hiliqi menmi shuningga qarshi qisosga qisos deb qo'yay degan holatda menmi xafa bo'lishib qoldim. Va yoki men hech narsa qilmadim, u qildi. Men hech narsa qilmasam u menga salom bermadi degandek. Ya'ni agar bir inson o'zining haqiqatan xatoligini tunib yetsa, o'zgartirishga tirishadi, ammo tunuyolmag'liq. Ya'ni men haqliq deb qaraydi u hisobda deb o'ylayman. Bu yerda hammadan o'zinikini haqliq deb qaraydi, ammo ba'zan uni nima qilib o'tish, kechirib o'tish yoki o'zinikini tamom o'zi haqliq bo'lishi mumkin. Bu yerda birdan deymiz o'zini beğenmaganligi va yoki o'zinikini unga qilmaganligi, uning haqsiz bo'lganligini ifoda qilmaydi deb qarayman. Ba'zan haqsiz bo'lsangiz, ba'zan o'zingizni to'xtatib o'sha tura olishingiz hadis yoki oyatga esim yo'q. Shunda tura olishingiz Alloh savob bersanlik to'g'risida bir men bor shuni anlagandan keyin men haqiqatan ya'ni hech u yerda gap qilishni bekroq gap qilmay sukutda turish u inson uchun xayrlik degan bir shekilli bir hadis bayonim bor. Shuni bilgandan keyin men o'zim shuni bek tatbiq qilishga tirishdim hayotimda. Hamda uning foydalarini ko'rdim. Subhanalloh, jiq narsalarda faqat buningda emas, shunda deyilgan narsalarda qilgandan keyin deb bularni yosh vaqtimizda bu narsaga sabr qilish yoki bularni mushaxsizlik to'g'risida bek tez bo'lgan ba'zan ushbu narsalarni haqiqiy hayotga o'tkazib shuni tatbiq qilgandan keyingi natijaga qarab deb haqiqatan Alloh bu yerda ne hikmatlarni saqlab qo'yibdi deb hikmatlariga yetib mong'ul bo'ldik. Va o'ylab boqmasdan biz inson, biz boshqasining xatolarini kechirolmagan turuqliq Allohdan bizni kechirishini so'raymiz. Ammo agar biz talab qilgan narsani boshqalarga bergan taqdirda, undan keyin Allohdan so'rashimiz, Allohdan tilashimiz taxamum yerida. Chunki Alloh taolo deydiki, sizlar yer yuzidagilarga marhamat qilinglar, men sizlarga marhamat qilay. Bu marhamatga asosida sen apu qilgin, men seni apu qilay degan asosida haşa bu yerda bir insonga xatolik o'tkazib selish degan bir masala, ya'ni men o'zimni apu qilish yoki qilmaslik mavkisindamiyim ben. Men shunda bir yerdim bu. Men kim? Ya'ni bir qul Allohga, o'zini yaratgan Allohga xato ishlab seliqliq turuqliq, sen yangi tunishgan bir do'sti va yoki har qanday bir inson menga xatolik o'tkazdi degan gap bu bak cho'ng bir gap deb o'ylayman. U xatolikni Alloh o'tkazdi va yoki bizning munosabatimizga o'tkazdi. Ammo uni apu qilish qilmaslik haqiqatan bizning ilkimizdimi va yoki bu yerda bir kavram olishib ketinglikmi? Ya'ni apu qilish bilan özür so'rash. Bu ikki kalima ma'nosi olishib ketinglik yoki bu ma'no bir-birini yerini tutmoqlik. Ya'ni mencha apu qilish Allohga ham xos bo'lishi kerak. Chunki insonning apu qildim deyalaydigan bir mavkida bo'lmaganligini men o'ylayman. Ya'ni men kimki uni apu qilman. Haqiqatan bu yerda bundoq narsa esimga keldi. Apu qilish biz uni haqancha apu qilsakmi, apu qilish ya'ni masalan meningki bir haqim kirgan bir ishni qildi, haqim kirgan bir ishni qilgan bo'lsa, men uni yana bir gap bu yerda apu qilayotgan bo'lsam, u men uni asli qildi va yoki nima qildi yoki har qanday bir nima qildi degan bo'lsak, uni men apu qilayotganim uning kelib keyin yuziga kulib yoki uning burunqidan yaxshi o'tishim yoki undoq bir ma'noga kelmaydiganligini deyim bor. Uning apu qilishim undoq bir ma'noga kelmaydi. Uni apu qildim tugdi. Ya'ni apu qildimki bu yerdagi maqsadim apu qilish Allohga xos, u yerdagi meningki unga keyin adovat tutmaslik, kechirish. Xatoligini balki uning mening ko'nglimni yerim qilganini kechirib etdim. Ya'ni apu qilish boshqa bir yerda ekan. Ammo shu kalimalarni asli haqiqatan ayriy olgan vaqtimizda texmi hayotninki mana iniqlashadiganligini, va holatda iniq bo'lganligini men his qilib yetdim. Hozir bir yerlarda bir masala bor. Ya'ni men apu qilish, Alloh meni apu qildi.
Uyg'urchamizda bek o'xshash gaplarni beklam ishlatib, haqiqiy ma'nosini bildirgan gaplarni, haqiqiy yerlarini bek ishlatmay, bo'lib umuman yurt dashida boshqa yerlarda yashayotgandan biz o'zimizning yurtidan o'shaning tili bilan gap qilib, bekroq andan o'zimizning gaplarni shu nima gaplarni bilan gap qilib, boshqa kelimalarni ishlatmay, shu nega qaysi bo'g'inni bilamay hamon aralashtirib ketib qolgandek ba'zi yerlarda ishlaysiz qilma. Bu yerdagi kechirishdan keyin nima demak bo'lgan gapimni davolay. Bu yerda men kechirdim. Deyli. Kechirgandan keyin uning undaq shaklda burunqidan yaxshi bo'lishi yoki hech nima bo'lmagandek yashashim ma'nosiga kelmaydi, uni kechirib o'tishim dedim. Bu yerda yana bir narsa qilib qo'ygan kelgan narsa, men mening haqqim kirdi, ya'ni bir qulning haqqiga kirganligini men shu yerda kechirgan taqdirdimi Alloh undan so'ramay o'tkazolmaydiganligini bilgandan keyin men bu kechirib o'tishning qanchalik yani bu kechiritish yani tam meni Allohga haqiqatan bir bog'lagan bir yer bo'lib qoldi. Yani men uni kechirdim, men mushta haqqimga kirdi, men mushta turib uni kechirсам Alloh kechirdi deb direkt men bu qilgan haqsizlikdek his qilyapman. Shunday bo'lgandan kechirishimga bir to'salg'i bo'lib qoldi. Allohga bir yiroqlashish ashad bo'ladi. Alloh bu adilsizlik bo'lmamdir deb shunday so'raydim. Keyin mishani haqiqiy tushunib ketgan keyin alhamdulillah Alloh tushunishga nasib qildi. Bununla ko'z qarashim ajoyib o'zgarib, faqat mush masala uchun bo'lsin, shuni tanlagan bo'lishim mumkin. Bununla birilarning bir yerda shuni anglashga va birilarning shuni yeyishga ehtiyoji bo'lishi mumkin deb mush to'g'riliq qaralashim kelgandi haqiqatan. Men, ya'ni siz yoki boshqa birisi o sizning haqqingiz kirdi deb uni afv qilib o'tishingiz, ya'ni kechirib o'tishingiz Allohning uni sizga qilgan haqsizlikni yoki qul haqqiga kirgan o haqqingizni undan so'ramay o'tkazib o'tmaydiganligini bilgandan keyin Allohga bo'lgan bog'lanish, Allohga bo'lgan o tixmi kuchli iymondan kuchlanish bog'lanishning tushunishi beklam farqli bir yerni qilishimga sabab bo'lgan edi. Yani haqiqatan bu kechirish masalasi asli qarshi taraf bilan qat'iy aloqasi yo'q. Yani tamamen özümüzün içindeki şu yürkemizdeki ağırlıkını pasaytish, şu yerga bir merhem buluş çaresi asli. Bu fakat ve özümüz bilan alakalı. Halbuki biz bir yükni ko'tarayversak, bizni artık o hilqi pek ig'irlik bosadi. Qancha o yük kichik bo'lsa-mu, to'shiyvergansa o bizga ig'irlik bosadi. Shunlashqa biz asli kechirish orqali uni üstümüzden elitimiz. Bunu shundan iborat. Shunlashqa bu asla qarshi tarafdan bizdan kechirim so'rash bilan aloqali emas. Biz faqat bilan ya Rabbi sana topshirdim. Ya Rabbi. Ama o'ylab qarasan, qalbimizda u ochiq turaversa, qachon uni ko'rsak ochqimiz keldi. Va yoki uningga boshqa shaklda muomala qilishimiz mumkin. Va uning ko'nglini yerim qilib, qarshi tarafning gunohiga shu shaklda javob qaytaramiz. U vaqtda biz zolim bo'lib qolamiz. Shunlashqa kechirtish orqali kechirdim degan gap hech nima bo'lmaydi, mening qalbimni ham baxtim qo'shsin degan gap emas. Faqat uningdan ya uzoq tursiz va yoki arangizdagi misafirni qo'llaysiz. Shunlashqa Alloh bizni kechiroladigan qul bo'lishga nasib qilsin. Bu yerda mening ism keldi. Musulmon degan boshqalarni xafa qilmaydi va xafa bo'lmaydi deb ikki masala bor. Xafa qilmaslikni biz bilamiz, ammo xafa bo'lmaydi deganim degan gap. Masalan, deyli, bir do'stimiz yo'lda do'sti bilan ketib beribdi va meni ko'rmadi. Shunda yaqin turib men bilan meni ko'rmasga soldi deb ichingizga ilib o'zingizga xafa bo'lib, shunda deb ketish bu o'zingizga haqsizlik qilasiz. To'xtabdi. Balki muhim bir gap bo'lardi. Balki boshqa bir narsa. Bu xafa bo'lmaslik ishlam shu. Musulmon o'z-o'ziga o'tirdi hech narsa yo'q. Faqat o'zingning bergan bahosi bilan o'zing hilqi kayfiyatini buzish bu musulmonga yarashmaydi. Chunki musulmon degan har vaqt xo'shal, ichi huzur ichida bo'lish kerak. Chunki biz ishlarimizni Allohga topshirdik. Musulmon bo'lishning alohidaliklari mushu. Shunlashqa xafa bo'lmaslik. Ya'ni birisi masalan bizning qalbimizni qiradigan gap qilishi mumkin. Ammo to'xtab turib, boshqa bir maqsadi bor. Siz bunda deyish orqali meni tushundingiz, meni ko'nglim biroz yerim bo'ldi deb o'tirib chiqolmay, yushurgan siri u ichida vasvasa bilan birlashib ko'payib ketdi va bu hilqi adovatning asta hilqi uluni yasaydi deb o'ylayman. Shunlashqa men haqiqatan hilqi haqliq emas masala. Masala Alloh mening mushta o'ylashimni yoki shunda bir baho berishimni xohlamdi deydi. Ya'ni bizning xafa bo'lishimiz, achchiqlanishimiz, kulishimiz, xo'shalligimiz hammasi Alloh uchun bo'lishi kerak asli. Ya'ni bizim ko'nglimiz yerim bo'lgan ish do'stimizning Alloh haqida yoki din haqida to'g'ri bo'lmagan so'zlarni qilgan vaqtda bo'lishi kerak. Ammo bu nafsoniy xafa bo'lish biroz insonga yuk bo'ldi deb qarayman. Türkçe'de bir gap var, o affetmek özgürleştirir deb. Özünü özgür bırakmak. Uyg'urchasini desak, afv qilish erkinlikdir.
Konuş erkinliktir. Hakikaten. Özünüz hörlükке çıkarırsınız. Yani muşta bir güç kulunuzda batırıqlık siz onu özüdü şey bağı közeynek miyadiki közeynikin tapanma közeynikin derdi dep izlep yürgen okşaş. Sende o dersi sende. Başka yerde izlep yürüme sende. Şoň başka o güç başkalarının bu soruşulan men din keçirim soğumadı. Bana salam bermedi diyen emes. Her bir sözüňde. Subhanallah. Ah Allah bizni şu vatın eylesin. Amin. Bulan tıxam yaxşı düşünüp, yaxşı ilgirleşkin nasip kılsın. Yani bir Yana birge sizce Yani birisi şu ılgıbak işinin ılgıbak uççu boldugy bir xil. Biz hazır kiçikkenam dostlarys bolsa, ama bäzi meseleler miras, togurluk veya ki taxym çoň meseleler boluşy mümkin. Hem de bu meselelerde bu Peygamber Aleyhisselam'ın yanılan misaly bar. Vahşi bilen bolgan Uhud'dan keyin Vahşiň musulman boluşudan keyinki Peygamber Aleyhisselam bilen paraňyny hemmimiz bilmez we ýene bir kytym hatırlatiş gerek. Ama bunu kiçik kişiler üçin emes, belki bek çoň hakikaten bolmaýdy diýen wagtymyzda kulun işini toğru görmey. Kiçikgina işlerimi vahşiýdi mundaq diken toktap ekiliş hiç kana toğru emas. Bu tamamen vicdani mesele. Şoňlaşqa Peygamber Aleyhisselam musulman bolup kelgen wagty diýdi. Men seni bu kıldım. Ama seni kösen şu tağam bolgan muhabbetim bek içim puş bitirgen. Şoňlaşqa menden biraz uzak dursam bulamdy diýen menada bir näse diýendi. Şoňlaşqa bumu bizge içimden keçirdim. Ama keçirdim diýen gep konu münasebetimizi devam kılıç emas. Belki men seni keçirmetdim. Sana hiç kандай adabym ýok. Fakatla seni köýgen wagtymda galit hissiyatlar bolup galdyk. Şoň uzakrak durdum dep başgalarga demek. Çünkü onu toğru düşünmeski mümkin. İçimizde müştabak karar erişinen toğru bolgalygyny öýleýän. Ama tabii ki bu bek tahymy eger meselelerde amal ba bulapmy tuqalarsy Sili rahimde esla bundan esna mümkin emesligini, hatta Peygamber Aleyhisselam'ınki Ebu Leheb'nin üýüne çykdym, işkin çekip bagallyk Sili rahim üçin. Bunu mu bizge ayan. Şoňlaşqa bularnyň hemmesini tatyp, ölçep, gaýsy men üçin tahymy uygun diýen şekilde içiňizden mutmain bolgan şekilde özüňizden karar berişi eň muhim iş dep gaýman. Men muş toğruluk sormak istedim. Onunla men soraşdym. Bilen jogap bergen boldyňyz. Bir gep bady. Kalpden kalpge körünmez bir yol bar. Şuna okşaş kalbimizdekini his kıla alıp ben. Elhamdülillah. Muhabbetimiz taşıma çonkur bolsun inşallah. Amin. İnşallah Allah tefekkürlerimizni içbesin. Allah hemmini en toğru şekilde düşünüşke we şundak ilim meňişga bizning kolumyzdan tutup ýetlep bizni manlyklaryny kılşyny nasip kılsyn. Amin. Amin. Allah'ım şu paranlarımızı, kılmakçı bolan hyýallarymyzy, diýişken geplerimizi biz bir kelim bilen, birinin bilen anlatyşyp terleşipkan şu geplerimizi, şu Allah rızasy üçin kılatgan her işimizni Allah şunyň bereketi bilen, şunyň muwaffaky bilen amelge aşyrışga we başgalarga paýdaly bolsa, özümizge, başgalarga, bu dünýä we ahiretimizge paýda ep gelişini tileýmän. İnşallah hemmimiz üçin paýdaly bolsun. Amin. Amin. Ýönüklik işegice bolsun. Allah beýningläge rahmet. Ýene bir kysanda görüşeýilik inşallah. Allah gamanet. Allah emanet.